Diqqat, aholiga tezkor xabar. Gaz va elektr tariflari oshirilmaydi, balki inflyatsiya darajasida indeksatsiya qilinadi. Energetika vazirligi. Gaz va elektr tariflari nega o'zgaryapti? Energetika vazirligi izoh berdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling, Energetika vazirligi 1-iyundan boshlab amal qiladigan yangi elektr va gaz tariflari yuzasidan tushuntirish berdi. Vazirlik vakillarining ta'kidlashicha, tariflar oshirilayotganligi emas, balki inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiya qilinayotganligi qayd etildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, elektr va gaz tariflaridagi o'rtacha o'zgarish taxminan 10% ni tashkil etdi. Mutaxassislar fikricha, tariflarni o'zgartirmaslik energetika tizimidagi modernizatsiya ishlari, yangi podstansiyalar va elektr tarmoqlarini qurish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, mavjud infratuzilmani yangilash, yangi transformator punktlarini o'rnatish hamda energiya ta'minoti barqarorligini saqlash uchun qo'shimcha mablag' talab etiladi. Vazirlikka ko'ra, tariflar indeksatsiya qilinmasa, ushbu xarajatlarni davlat budjeti hisobidan qoplash to'g'ri keladi. Bu esa boshqa ijtimoiy yo'nalishlarga ajratiladigan mablag'larni kamayishiga sabab bo'lishi mumkin. Yangi tariflarga ko'ra, 200 kWh elektr iste'moli uchun narx 600 so'mdan 650 so'mga oshadi. 201 kW dan 500 kWh oralig'ida esa tarif 800 so'mdan 900 so'mga ko'tariladi. Aholi uchun amaldagi tabaqalashtirilgan tarif tizimi saqlanib qolinadi. Tabiiy gaz bo'yicha ham yangi tariflar 1-iyundan kuchga kiradi. Aholi uchun ijtimoiy me'yor doirasidagi iste'molga alohida narxlar saqlanib qoladi. Xulosa qilib aytganda, elektr va gaz tariflari o'rtacha 10% ga o'zgaradi. Vazirlik buni inflyatsiya darajasidagi indeksatsiya deb atamoqda. Mablag'lar energetika infratuzilmasini yangilash va tizim barqarorligini ta'minlashga yo'naltiriladi. Tabaqalashtirilgan tarif tizimi saqlanib qoladi. Azizlar, bugungi ma'lumotlar shular. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.